Ostona sammiti va uning doirasidagi tadbirlar, mintaqaviy tuzilmalar hamda qator xalqaro tashkilotlarni ushbu yo'nalishda amaliy yechimlar ishlab chiqish yo'lida birlashtirdi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan global tashabbuslar va ekologik kun tartibining ustuvor yo'nalishlari ham mahalliy, ham xorijiy ekspert doiralarida keng muhokama qilinmoqda. Sammitni barqaror kelajak uchun umumiy nigoh g'oyasi bugungi kunda bir chegara bilmas ekologik tahdidlarga qarshi yagona yondashuv zarurligini yana bir bor tasdiqladi. Ayniqsa bu sammit Samarqand iqlim forumida boshlangan muloqotning mantiqiy davomi sifatida mintaqada ekologik diplomatiyani bir yangi bosqichga ko'tarilayotganligini ko'rsatdi. Barchamiz mazkur sammitda davlatimiz rahbarining ishtirokini diqqat bilan kuzatdik. Prezidentimiz nutqlarini qayta ko'rdik, o'qidik, xulosalar qildik, yo'nalishlarimizni oldik. Prezidentimiz nutqlari juda chuqur tahlillarga asoslangan, aniq amaliy takliflarga boy bo'lganligi bilan alohida ajralib turdi. Davlatimiz rahbari global iqlim o'zgarishi Markaziy Osiyoda 2 baravarga tez kechayotganligini, muzliklarning kamayishi, suv taqchilligi, tuproq degradatsiyasi kabi xavflar tobora ortib borayotganligini bayon etdilar. Amalga oshirish shart bo'lgan qator tashabbuslarni ilgari surdilar. Birinchi navbatda Markaziy Osiyoni toza havosi konsorsiumini tashkil etish taklifi. Bu nafaqat ekologik, balki aholi salomatligi nuqtai nazaridan ham muhim qadam. Ikkinchidan, cho'llanish va qum bo'ronlariga qarshi kurashish bo'yicha mintaqaviy markazga alohida maqom berish orqali ilmiy salohiyatlarni birlashtirish ko'zda tutilmoqda. Ya'ni mintaqada soha olimlarini boshini qovushtirib, muammolarga yangicha ilmiy yondashuvlar zarurligiga urg'u berildi. Shuningdek, yashil savdo yo'lagini shakllantirish, yagona investitsiya portfelini yaratish, Markaziy Osiyo ekologik atlasini ishlab chiqish, Markaziy Osiyo qizil kitobini birgalikda tayyorlash kabi tashabbuslar mintaqada ekologik hamkorlikni mutlaqo bir yangi bosqichga olib chiqadi. Prezidentimizning bu tashabbuslari faqat tabiatni muhofaza qilish bilan cheklanmay, balki yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi va kompleks hamda tizimli xarakterga ega. Bu sammitni Markaziy Osiyoning ekologik barqaror hududiga aylantirish yo'lida muhim burilish nuqtasi deb baholaymiz.